Barchaga assalomu alaykum. Yana Endfanda Trader Prop kompaniyasini kuzatuvchilari, obunachilari sizlar uchun noodatiy, ya'ni ko'pchilik yoshlarimiz bilmasligi mumkin, lekin bizning ustoz traderlarimizdan Umidjon aka Razikovni iltimos qildik. O'sha podkastga, ya'ni intervyuga prop hisoblar bo'yicha o'zlarini haqqoniy fikrlarini po faktu, po statistika bo'yicha hammasini tushuntirib beradilar. Tanishishingiz mumkin. Aka, o'zingizni tanishtirib o'tib keting. Hammaga assalomu alaykum. Hop, Timurbek, kattakon rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Ismim Umidjon, tradingda 18 yildan beriman. Oxirgi 8 yilni professional traderman deb aytsam to'g'ri bo'ladi. Endi o'quv kurslarimiz, dasturlarimizdan tashqari katta summada boshqaruvlarni amalga oshirganman. 20 million portfel boshqarganman. Shuning uchun maslahat, nasihat berishga tajriba yetarli hamma uchun. Xo'p, bugungi podkastning asl maqsadi traderlarni asosiy maqsadi nima bo'ladi? Har doim pul bo'ladi. Pul topish. Bugun pul haqida ko'proq gaplashamiz. Shundan kelib chiqqan holda yana savollar bo'lsa javob beraveramiz. Xo'p. Umidjon aka, sizga birinchi savolim aynan hozirgi kunda основной prop hisoblarda savdo qiladiganlarning yoshini statistikasini ko'rib chiqdik. Taxminan 18 bilan 30 yosh atrofida ekan. Shularga o'sha 18 yillik kelib chiqqan tajribangizdan nima maslahat bera olasiz? Payoutgacha bo'ladigan yo'llarni, keyin payout qilish nimaga asoslanib qilinadi? O'sha risk management qoidasi, psixologiya qanaqa bo'lish kerak o'zi farqlari prop hisob bilan real hisob. Keyin o'zingizni o'sha samimiy tavsiyangiz va shaffof fikrlaringizni juda ham ko'pchilik bu podkast ko'rgandan keyin, men intervyuni ko'rgandan keyin tushunib yetishadiki, haqiqatan ham tajribangiz bor ekanligini. Shu to'g'risida bir batafsilroq gapirib tushuntirib bersangiz aka. Xo'p, birinchi bo'lib prop kompaniyada savdo qilish nima uchun kerakligidan boshlaymiz. Har bir traderning hayotida plus yo minus uchun tradingga kirib keladi. Endi O'zbekiston mentalitetini oladigan bo'lsak, har doim ehtiyojlarini yopish uchun keladi. Tradingga uning uchun ham depoziti kichik bo'ladi. Deylik $100, $500 puli bo'ladi. Maksimum ortsa unisidan qarz oladigan bo'lsa $1000 puli bor. Endi $1000 dan deylik 1 yil davomida daromad qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, u odam maksimum yilida hech qaysi hedge fond bermaydigan yo umuman hech qayerda topolmaydigan daromadni qiladigan bo'lsa, bu ham plus minus deylik 100% dan 500% gacha bo'lsin. Demak, o'rtacha statistikani oladigan bo'lsak, maksimum $1000 ni $5000 qila oladi agar stabilniy trader bo'lsa. U ham 100% risk bilan $1000 ni yo'qotish ehtimoli bilan. Aynan o'sha traderlar uchun prop kompaniyalardan foydalanish bu eng zo'r qulay variant. Deylik $500 bor odam kiradi, $50,000'likmi, $100,000'likmi bitta prop hisob raqam oladi, imtihonlari bo'lsa imtihonlaridan o'tadi. Endi imtihonda jarayonlari bor. Imtihon jarayonlari ikkita etapdan iborat. Qaysidir prop kompaniyada 10%, qaysidir prop kompaniyada 8%. Biz umumiy prop kompaniyalar bo'yicha gapiryapmiz. Nima qiladi? Trader o'rtacha o'sha imtihonlardan o'tishi uchun 1 oy vaqt yetarli deb o'ylayman. O'zimning tajribam va shogirdlarimning tajribasidan kelib. Eng ko'pida, Eng ko'pida 1 oy vaqt yetarli. Ikkita etapdan o'tishga. U 3 oy, 4 oy boradigan bo'lsa, demak traderning o'zida qo'rquvlari kuchli, harakatdan qo'rqadi, qaror qabul qilishga tanduhi yetmaydi deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Qolgan vaziyatlarning hammasida 1 oy ikkita hisob raqamni o'sha challengedan o'tish uchun достаточно. Uning uchun trader nima qiladi? Avval reja tuzish boshlaydi. Reja tuzishning asosiy maqsadlaridan biri nima? Imtihondan o'tish. Birinchi etap deylik 10% bo'lsin, o'sha $50,000 dan $5,000 ishlash bo'lsin. Yarim foizdan kuniga ishlash kerak. Yarim foiz bu $250 bo'ladi. 50 ming hisobga. 50%da $250 bo'ladi. Bu o'sha bilan chiqarish kerak. 1% ishlagan taqdirda $500 bo'ladi. Lotlari bilan hisoblab beradigan bo'lsam, qancha bo'ladi? U $500 bilan maksimum 0.5 ochadi, minimum 0.1 ochadi, bo'ldi. Boshqa bu metaldami yoki forex dami? Любой valyuta.
Endi $5000 ishlash uchun o'rtacha 500 punktdan bir lot bilan ochadigan bo'lsa 500 punkt olishi kerak. Undan kam ochadigan bo'lsa, tagida уже 1000 punktgacha olishi kerak. Tillada ochadimi, valyutni parada ochadimi, eng kam take profit'i 100 punkt deb hisoblaydigan bo'lsak, bo'ldi, u odam 50 ta bitim bilan o'tyapti. Maksimum 5000 punkt bo'ladi agar 0.1 объем bilan ochgan bo'lsa. Bitta ob'em bilan ishlagan. Ishladi da 10% chiqdi, bo'ldi etapda. 100 punkt. Bir kunga 5 ta сделка ochish mumkinmi desa, вообще без проблем. Ko'p trader aytishi mumkin, aka stop oladi, boshqa narsa qiladi, u uchun texnik analizni zo'r bilish kerak. Texnik analizni nimalariga e'tibor berish kerak? Traderning vazifasini bilsa bo'ldi trader. Oson, u prop kompaniyadan 3 oylab, 4 oylab o'tolmayotgan traderlarga men ba'zi payt hayron qolaman. Nima o'ylayapsan deyman, nimadan qo'rqasan? O'zi $500 puling bo'lsa, 100% risk qilgan bo'lsang, bo'ldi. Sen uchun aniq bitta strategiyani tanlab olasan, o'sha strategiyani prosta takrorlaysan, всё. Ja qo'rqadigan bo'lsang, 0.1 объем bilan 50 ta bitim ochasan, qo'rquving sal kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, tagida 0.25 bilan ochasan, пожалуйста, ketdi. 25 ta bitim yana undan ham katta ob'em ochadigan bo'lsa, 10 ta bitim bilan o'tib ketyapti imtihondan. Traderlarda qo'rquv kuchli bo'lishining sababi bu pul yo'qotib qo'yaman deb fokusini faqat pul yo'qotishga qo'yadi. Bu eng katta problemalardan biri. Trader o'tirayotgan paytida kompyuter oldida bitta narsani prosta o'ziga savol berishi kerak. Prop kompaniya menga kunlik qancha risk beryapti? O'sha narsani inobatga oladi, prosta o'sha bilan ishlaydi. O'sha summani inobatga olish kerak. O'sha summani inobat $50,000 bor deb xayol qilmasligi kerak. Risk qancha beradi? $50,000 ga deylik, tam kunlik 3% beradi, $1,500 risk bo'lyapti. $1,500 risk bilan $500 ishlab bo'lmaydi, bu bemalol bo'ladi. O'zimning tajribamni aytaman. Sizlarga prop kompaniyadan $100,000 shot olganman. 20 kunda $13,000 ishlaganman. O'zi $15,000 edi, bir kun minus bo'lib qoldi. $2,000 yo'qotganman. Bo'ldi, tam muammo yo'q. Ha, aytgancha gapingizni bo'laman. Bizani kuzatib turganlar Umidjon akani bemalol tabriklasanglar yoki izohlarga yaxshi fikrlarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Payout qilganlar umumiy summada o'zlarini o'sha necha pul yechganlarini, nima bo'lgan jarayonlari bo'yicha yana bitta qisqacha ma'lumot berib, sizlarga tushuntirib o'tib ketadilar. Aka, o'sha mana bu payout bo'yicha ham bitta gapirib o'tib ketsangiz, bo'lgan jarayonlarni o'zingizdan haqqoniy, ya'ni emotsiya, чувство, boshqa narsalar. Bo'lgan jarayon, men o'zi prop kompaniyalarda savdo qilmaganimga ancha bo'lgan. O'sha oxirgi paytlar shu o'zimning o'quvchilarim, o'zimning jamoam bilan davay boshlaymiz deb Antifunded Trade kompaniyasidan srazi instant shot olganman. O'sha instant shotda 20 kun davomida $15,000 daromad qilganman. $15,000 daromad qilganman. Undan 13,500 payout bo'lgan. Payoutdan qanchadirini olishim kerak edi xullas. Lekin o'sha yerda sal bilmasdan, bilib, o'sha kompaniyaning to'liq qoidalarini o'rganmasdan turib daromad qilganim. Bu samый banalni, bu xatoni hammadan qilishi mumkin bo'ladi. Asosiy narsa, trader bilishi kerak bo'lgan narsa bu qancha daromad qilganingizda emas, to'g'ri daromad qilganingizda. To'g'ri. Endi men kompaniyada savdo qilayotgan paytimda men har doim plusda ishlaganman. Har kunim plusda yopilganman. Minus bilan yopilgan kun bo'lmagan umuman. Minus bo'lsa ham plusda yopgansiz. Da. Mana o'sha 20 kun davomida savdo jarayonim hammasi plusda yopilgan. Faqat o'sha birinchi, ikkinchi kuni men indekslarni necha lot bilan ochilishini tekshirish uchun katta ob'em bilan ochganman. Indekslarda 10 lot, 5 lot ochganman. Bu indeks uchun katta ob'em. O'shani hisobida $2,000 mi, $1,500 mi shunaqa minus bo'lgan birinchi 2 kunda. Undan keyin uni hammasini plusga chiqarib yuborganman. O'sha 20 kun davomida birinchi 2,000 minusga borib, o'sha $98,000 dan $115,000 ga chiqarganman shot. Uni hammasi disiplina, strategiya, prosta harakat oqibatida bo'ladi. Любой trader ishlaydigan bo'lsa, faqat bir nyuanslariga e'tibor berish kerak. Kompaniyaning nimasi bor, nimasi yo'q. Endi biz bilamiz kompaniyalar nimaning orqasidan daromad qilardi. U yoqqa kirib o'tirmaymiz. Asosiysi qoidalarga kompaniyani rioya qiladigan bo'lsa trader, aytildimi, sizdan bitta сделкаң sani 5 minutdan kam bo'lmasligi kerak deb. Bo'ldi. Bitta сделка 5 minutdan kam bo'lmasligi kerak.
aytildimi u yerda ham объем bir xil bo'lishi kerak, ikki xil bo'lmasligi kerak. Bo'ldi, o'sha объемda savdo qilish kerak. Chunki kompaniya qilayotgan daromadini u san uchun yo zarar bo'ladi, yo foyda bo'ladi, lekin kompaniya uchun aniq zarar bo'ladi. O'sha narsani har bitta trader biladigan bo'lsa, o'shanga qarab harakatini qiladi. Prop kompaniyaning asosiy maqsadi nima bo'lishi kerak? Birinchi, atrofiga kuchli traderlarni yig'ish. Agar kompaniyada shunaqa ideologiya yoki missiya bo'ladigan bo'lsa, zo'r traderlarni yig'aman shu yerda deb, kompaniya har doim payoutlarni vaqtida chiqaradi. Shunaqa. Endi u yo'q o'zi traderning qolgan muammolari bo'ladi. Qachon qanchada o'tadi, nima qiladi? Men endi tajribamdan kelib chiqqan holda hozir traderlarga aytishim mumkin. Tajribangiz yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, instant shot sotib o'tirmang. Chunki siz uni xoch narushение правила qilasiz. Shunaqa. O'sha uchun imtihondan o'tilgan ekan deb tam srazi oladigan bo'lsa, instant shot u скорее всего payoutgacha bormaydi. Payoutga borgan taqdirda ham pulini chiqara olmaydi. Endi meni tajribam borligi uchun men o'zimni payoutimni chiqarishimda как minimum 2 oy kompaniya bilan bahs qilib, har bitta qilgan harakatlarimni bittada 3 marta, 4 marta intervyu o'tkazib, qilgan harakatlarimni to'g'riligini ko'rsatib, keyin payoutni oldim. Ungacha ba'zi bir traderlarning aqli ham yetmaydi u o'zini to'g'riligini, to'g'ri ishlaganini isbotlash uchun. Agar sizda xato kamchilik bo'lmagan bo'lsa, o'zingizni to'g'ri deb biladigan bo'lsangiz, kompaniyaga isbotlab berasiz, kompaniya pulingizni chiqarib beraveradi. Endi men ham hozir o'sha kompaniyadan chiqargan pullarim 13 ming bo'ladigan bo'lsa, hozirda men 2 marta payout qilib $5,000 pul oldim. Hali yana oladigan summam bor kompaniyada. Chunki kompaniya bilan summasini aytmoqchi, nech pul oldingiz, qancha bo'ldi, nima bo'ldi, ko'pchilik kutib qoldi-da, qiziqib. $5,000 hozircha oldim, yana Xudo xohlasa 8,5 ming olishim kerak kompaniyadan. Inshaalloh sekin-asta uni ham olamiz. Asosiy masala u pulni olmasligim ham mumkin edi, qoidalarni buzdim deb. Kompaniya bilan shuncha ko'rishib, mana 2 oy davomida ko'rishib, payoutga kurashib, bahslashib deng. Qancha intervyular. Har bitta bahsimiz bizani 2 soatdan davom etgan, grafik ochib. Shuning uchun ham bitimlarni ochib bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday traderlar qandaydir o'ziga normalniy maqsad qo'yadigan bo'lsa, tagda imtihonni sotib oladi, imtihondan как положено o'tadi. 2 bosqichli. Undan keyin bemalol savdo qiladi. O'shanda kompaniya uverin bo'ladi, shu trader, daromadli trader unga pul bersa arziydi. Ko'pchilik traderlarning asosiy muammosi nimada? Ikkita imtihondan amallab o'tadi, real shotni slip qiladi. Chunki endi og'iz demoda qaraydi-da, aka, o'sha men shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qarsilab yo'q. Real shotga ochgandan keyin o'sha katta ob'yom bilan bir martaga katta kush uzib olaman, prop kompaniya menga u pulni chiqarib beradi deb o'ylaydi-da. Eng katta xatolardan biri. Umidjon aka, ming bor uzr, sizni gapingizni bo'laman, chunki nimaga desangiz, sizni obunachilaringiz, auditoriyangiz, o'quvchilaringiz, shogirdlaringiz umuman sizga necha yildan beri muxlislik va hamkasb sifatida havas qilib keladigan insonlar uchun 3 ta $5,000 prop hisob tayyorlab qo'yganmiz. Endi boshlang'ich odamga yaxshi kapitalda, misol uchun 2 bosqichli imtihonli bo'ladi. Shunga izohlarda nima deb yozib qoldirishsin yoki bu yog'ini tugatib qo'yasizda, ya'ni sizni aynan o'sha kuzatuvchilaringiz uchun. Xo'p, kim bu YouTube'ni, kim bu kontentni tomosha qilayotgan bo'lsa, asosiysi mana shu 5 minut 10 minut davomida biz nimalarni gaplashgan bo'lsak, o'shandan eng zo'r insightlarini yozsin. Mana shu prop kompaniyani bemalol hisob raqamini olsin va imtihonlaridan yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga o'tsin. Har bir trader uchun har doim bizada bilim berish bepul. Shunaqa. Faqat tajribamizni pulga sotamiz. Shunaqa. Strategiya bo'ladimi, tizim bo'ladimi, nima bo'ladigan bo'lsa, bizning kanallarimizda, YouTube'da, Telegramda, Instagramda ma'lumot juda ham ko'p. Asosiysi bu kontentlarni hammasini vaqt o'ldirish uchun yoki faqat qiziqish uchun tomosha qilish emas, undan manfaat olish uchun tomosha qilib, izohlarni o'sha olingan insightlarni yozib qoldirsa, eng zo'r 3 ta izohga bemalol o'sha sovg'ani topshirsangiz bo'ladi. Xo'p, intervyuimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizani ko'rib kuzatganlarga kattakon rahmat deb qolaman. Umidjon aka, Razikov, vaqtingizga aka rozi bo'ling. Sizni ham vaqtingizni olib qo'ydik. Ustoz traderimiz. Xudo xolasa keyingi intervyularda, podkastlarda ko'rishguncha menimcha ancha manfaatli bo'ldi. Siz ham o'zingizni oxirgi so'zlaringizni, dil izhorlaringizni auditoriyaga bildirishingiz mumkin aka. Xo'p,
auditoriyaga nima deb qolaman? 18 yoshdan 30 yoshgacha endi tradingga kelgan barcha uchun har doim bitta narsani bilinglar. Maqsad har doim puldan iborat bo'lmasligi kerak. Maqsad bu hayot tarzini to'g'ri va tizimli shakllantirish kerak. O'shandagina prop kompaniyadagi savdolaringiz hammasi tizimli ravishda eng yaxshi daromadlar sizniki bo'ladi. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshilikda ko'rishguncha. Aka rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Charchamaylik.